Hürmetli anlıqçılar, bugünkü dersimizde kan besimi ve onunla münasebetlik dikkat kılgan işler hakkında to'xtalib o'tamiz. Növbeti kelgende shuni deb o'tish kerak. Kan besimi, misolan shakar, bular bir kasallik emas. Kan besimining o'rlishi yoki shakarning yuqorilab ketishini kasallik deb bayon qilish veya shundoq tushunish veya shunda davolanish amaliyotda ilmiy ko'ringan nodonlikdan iborat. Qon besimi qisman ro'yi sabablarni hisob qilmaganda asosan insonniki qini baq quyilib ketganlikdan, ziyonli moddalar ko'payib ketganlikdan, qildam tomirlarda to'silish, tariyish va agir-bugir bo'lib, umumiy qon aylanish qatnash sistemasi faalaj holatga qarab yuzlanganligidan qon besim paydo bo'ldi. Hammamizga ma'lum, yurak minutiga 70-75 atrofida so'qish orqali qonni, yaxshi qonni opirib, ko'ni qonni asosiy to'qilmalardan, hujayralardan, organlardan qaytarib keladi. Mana shu almashtirish hayotniki asosiy mexanizmdan iborat. Yani yeni bilen konunun almışı hayattan ibaret. Biz kan aylanish xaritasiga, mexanizmiga bakkan vaqtimizda keynidin oldiga a'zolar qarab minish belgilangan, itirilgan qon oldi tarafda to'siq bir yerga duch kelgan vaqtida keyniga yenishi mumkin emas. Çünkü yana to'xtamay yurakniki itirishi, pompalashi bilan mavjud qon oldiga minish kerak. Ama oldi tarafda bir nokchi var, tıkılma, to'salg'i var. Bu zaman qonning qilalaydigan ishi tomirning ikki tarafiga yeyilishdan iborat, qistashdan iborat. Tomir devoriga o'zini urish orqali qechish yo'li izlaydi. Amaliyotda yo keyniga yenish mumkinchiligi yo'q. Oldida qiyinchilik bor. İki tarafga o'zini urish, itirish orqali bir chiqish yo'li izlab boqadi. Yani xalq tili bilan aytganda qayta keyni yenish yo'q. Oldidan o'tish mumkin emas. İki tarafga o'zini tashlab urib bir yo'l izlab boqadi. Demek qon besimi dal tomirning devorlariga urinishdan iborat. Yuqorisi 150 ga, tövni 90 ga chiqqandan keyin insonlarda rahatsizlanish paydo bo'ldi. Kayfiyati buzildi, yüzü, ko'zi qizarishga boshlaydi, nafs qiyinlashadi, yurak chalon qo'ydi, sancıq tutqandek bo'ldi, put qo'lida mag'dursizlik uyish shakllandi, xo'rak texmi ro'shanlashadi, beshi chinqiladi, bo'yni qetishadi. Meselelerni ilmiy sovuqqonlik bilan bir taraf qilolmaydi, oson terkidi, hujumkor bo'lib qoldi. 170 ga yuqorisi 170 ga chiqqan vaqtida harakat qobiliyatida, fikrida va hukm qilishda qalaymaqonchilik ro'shan bilindi. Yurak qiyinchilik uchraydi. Chunki o'tgan qonning bir qismi qaytib kelishga yoki turib qilishga yuzlanganligi uchun yurakniki qiyrinchi kuchi to'lab ketadi. Dalanchi qismida qonning turib qilishi avval kelib chiqib, yurak ig'ir yatavrashga duch kelgandek bo'ladi. Yurak tomirlarida
ve muskulida cho'ngish, yugunash paydo bo'lib qoladi. Yurak ve onun etrafında ciddi şekilde bir hararet ve buzuk bir hava klimatı şekillenip yüreknin işleş muhiti qiyinchilik uchraydi. Hamda atrofdagi asos qatlamdagi buzuq qonning qaytib kelishimi qiyinlashganligi uchun bedende ishib qilish, ko'kirib qilish, qardab qilish, uyushish, harduq etish ahvoli ko'rinadi. 180'den aşkandan keyin insandaki biyologik hayat süpütü ciddi tüellep, hareket, söz qilish qobiliyati qiyinchilik uchraydi. Bu alomatlar atrofdagi kishilarga ro'shan bilindi. Shuning uchun qon besimining tuvan bo'lishi, butun badanda muzlash, erish, nafs qiyinlashish, ko'ngli g'ash bo'lish, andisha va qo'rqinch qoplash keltirib chiqargan bo'lsa, qon besimining o'rlab ketishi butun badanda qatnash to'silishni ve şununla binaen her türlük ağırçılık, sancak, nefes kıyılışış, bütün beden ağırlış peyda olup hayatga xatar yetip kalıdı. Şunun için kan besimi degenimizde ayrım bir kesellik tanımaymiz. O mutlak köpünçe Allah'da qini quyulup ketkenlikning, qon tomirlari to'silib ketganlikning va yoki to'silayotganligining alomati bo'lib, manbasini tuzash, ya'ni qonni pokizlash, tomirlarni echish orqali qon besimini normallashtiramiz. Qismen avvallarda qini quyuq bo'lmagan taqdirdami ruhiy azob tatgan vaqtida qon besimi o'rlab ketadi. Bu yerdagi prinsip kayfiyat buzulgan, yaman xabar alıngan, bozak kılıngan vaqtida qon tomir derhal taraydı. Qon tomir iki sebepten taraydı. Birisi soğukka uçurgan vaqtida, soğuk klimatga kirgan vaqtimizda. Yani birisi azap, qiyinchilik, dert, xo'rlash ve jafodi qilishlarda, haqorat uçurgan vaqtlarimizda, ochiq tutgan vaqtida qon tomir taraydı. Qon tomirning tarayish vaqti sekund qim yetmaydi. Şu kadar tez vaqt ichida tarayish paydo bo'lgandan keyin umuman mayli qon quyilgan vaqtida bo'lsin, mayli ro'yi jihatdan azoblanib tomir taraygan bo'lsin, her ikkisida kelib chiqqan qon besimniki badanga ko'rsatadigan ta'siri o'xshash bo'ladi. Shuning uchun muhimroq qilib qinini pokizlash, quyuq, yepishqan qonni tozalash, nuqch turib qolgan, tarayib ketgan, egri bo'lib qolgan tomirlarni ravollashtirish va echish qon besimini davolashning tubki chorasidan iborat. Hozir shu g'arb tibobitida qon besimini majburiy tushirish va qon besimini ayrim bir kesel qilib bayon qilish masalasi bor. Amaliyotda bu ayrim kesel emas, hem qon besimini majburiy tushirish ilmiy bir chora emas. Bu qon besim dorilari minginiki shu yurak va qon tomirini boshqarish markaziga ta'sir qilib, u yerni tormozlash orqali, u yer orqali tomirlarga majburiy amir berish orqali o'zi davolagandek bo'ladi. 3 soatdek atrofida qon besimi tushgan bo'ladi. Majbur qilinganligi uchun. Bu yerdagi qon besimini tushirishning usuli ularcha ikki xil bo'ldi. Birisi yurakning etish kuchini tuvallatadi. Yani yürekdeki bozgandek etish kuchini bolqidek etish holatiga akilib qo'ydi. Bu ilmiy ko'ringan to'limi yovvoyilikdan iborat.
yürekning kuchini yaxshilash, etish kuchini quvvatlash va hayotni yosh, jo'shqin qilishni maqsad qilgan tibobatga nisbatan yurak kuchini tuvallataman deydigan bu xil davolash usuli kulkilik va bema'nilikdir. Ya'ni yurakning kuchini zaiflashtirish orqali, bek kuchlik atamaydigan qilish orqali qon tomiridagi ichki devoriga keladigan besimni azaytish bu bir ilmiy davolash emas. İkinci çaresi mecburi şekilde kan tomirlarini kengaytidi. Gerçi bunu yarım gün bilen bir gün aralıkıda ta'sir qilsa-mu, yanılam asli kep qiladi. Ve yakumisi kengayib ketken tomirlarning asli kelishi qiyin bo'lib, ba'zi organlarda masalanga yurak tomirlarida ve urug'danda kengayib ketken tomir sabablik asli kelenmegen tomir sabablik başka kesellikler kelib chiqadi. Shuning uchun g'arbcha qon besim dori ichganlarning ko'p qismi oshqozon, böbrek zaiflashib ketish, yurakniki yo'g'nab ketishining asli kelmasligi, unutqoq bo'lish va put-qo'lning mag'dursiz bo'lishining kelib chiqishida asosan buning aks ta'siri ve mecbur qilgandan keyin kelib chiqqan boshqa a'zolarninki buzg'unchilikqa jafoda qilishi bu yerda aniq ko'rinib turdi. Shuning uchun qon besimiga nisbatan tunishni to'g'irlash lozim. Tekrar aytamiz, qon besimi, yuqori qon besimi ayrim bir mustaqil kasal emas, kasallik emas. U qonning quyilishi, tomirlarning tarayishi va to'silishi, ruhiy besimga uchirishi qatorliqlardan kelib chiqqan vaqtliq alomatdan iborat. Shuning uchun biz davomliq ilmiy oz va soz tomoqlanishni, muvofiq chiniqishni, qo'soqni kang tutishni, apuchan bo'lishni va ilmda, bilimda kuchlik bo'lib, boshqalarning bo'zaq qilishi uchirmog'idek quvvatga ega bo'lishni ta'kidlaymiz. Endi konkretni shu yuqori qon besimi kesili bo'lganlar yoki yuqori qon besimi alomatiga giribdor bo'lib qolganlar qandoq oziqlanish kerak degan vaqtida davomli aytib o'tganimizdek oz, quvvatlik, ammo suyuq salangni asos qilamiz. Qaynatilgan tomoqlar bizniki eng bexatar tabiiy yemekliklarimiz bo'lishi lozim. Onundan başka her tamaqımızda turib, çamğur iste'mol qilishmi nihoyatda ilmiy qadimiy usullardan iborat. Shundoqla binafsh sharbati, dinar sharbati, nilufar sharbati, abdimun sharbati, habbi qo'qiya qatorliqlarni uyda saqlab iste'mol qilish va yoki etkizib iste'mol qilish odatini shakllantirishimiz kerak. Bu dorilar qonning tarkibini pokizlash, tomirlarni ichish, shundoqla qonning iqim muhitini yaxshilashga yordamchi bo'lganligi, jigarni va qondagi axlatlarni tozalaganligi uchun qon besimi o'rlab o'rlab ketishniki ommaviy asosini bu yerda yo'q qiladi. Ya'ni qon besimini yuqorilatgan omillar mavjud emasken biz nima uchun har kuni qon besim tushiradigan dorilarni ichimiz ki? Shuning uchun qon besimini tushirishni emas, qon besimining o'rlab ketishiga sababchi bo'lgan ichki muhitimizni tuzatishimiz lozim. Umuman oshda, ishda, ko'z qarashda mo'tadil bo'lish, ilmiy bo'lish, ijtimoiy iqtisodiy o'rnimizni yuqori ko'tarish, bilimlik bo'lish orqali boshqalarning hurmatini har kuni qozonib turish, qon besimining o'rlab ketishi dahil nurg'unlagan alomat va kasalliklarning yuz bermasligi, yuz bergan taqdirdami
Qulay hal bo'lib ketishi jihatlarda cho'qim bo'lishqa tegishlik sübtimiz bo'lishi lozim. İqtisadi tüven, hürmeti tüven, bilimi az, qiyafeti mi načar, kiyinish, yurish turishiga diqqat qilmagan, ko'p xil til bilmagan, texnikalardan xabari bo'lmagan, jiq yegan, tuzliq yegan, kechilab yegan, yeganligini ko'z qilgan, shundaqla tomoq yeyish orqali hayotning lazzatini bildik deydigan shundaq yovvoyi odamlarning hammasi oxirida qon besimi o'rlab, shakari o'rlab, yurakda, jigarda may qoplab, bosh, ko'z tomirlarida to'silish bo'lib, davomliq doktorxonalardan kelolmaydi. Boshqalarni xor, tüven ko'rdi, o'zini ustun ko'rdi, o'zining yo'g'on, semiz badanidan huzurlandi, o'zini beglardek, o'zini xollardek o'ylaydi. Shuni bilaylikki, qani quyuq, qon quyuq va yipishqoq, o'zi semiz, kelangsiz odamlar dunyodagi eng bechora odamlardir. Tuzdilishi, aqlga kelishi, insonlikqa qaytib kelishi kerak bo'lgan bu kishilarning o'zini boshqalardan baland, ustun, quvvatli, kuchli, boy his qilishi aqlning yer ostiga tushib ketganligini ko'rsatadi. Shuning uchun biz qon besimining o'rlab ketish ahvolini bahona qilib, qon besimini paydo qiluvchi, badanda zahar to'plag'uchi, o'zimizni xato his qiladigan holatga keltirguchi barliq yovvoyi harakatlardan, nachar turmush odatlaridan va tibobatdan, ilmiylikdan, qadimiylikdan yiroqlab ketgan hayot falsafamizdan to'g'ri yo'lga qaytib kelishimiz, kiloyimizning 80 kilodan ishib ketmasligiga diqqat qilishimiz, kunda chiniqishga ahamiyat berishimiz, az quvvatlik tomoq yeyishdek insoniy saviyaga yetalishimiz, shundaqla avlodlarimizni tibobat bilan to'g'ri ilmiy beqish va o'stirishga odatlanishimiz lozim. Yuqorida qon besimi va buning sababchilari haqida, shundaqla tadbirlari haqida so'zlab o'tdik. Har ishniki sababchisi o'zimiz bo'lganidek, buning chorasini yana o'zimiz tepishimiz, o'qishimiz, o'rganishimiz va ajdodlarimizga minnatdorlik bilan ko'rishimiz lozim. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh.